30-iyun Yoshlar kuni. Har bir buyuk davlatning kelajagi uning yoshlariga bog'liq. Yoshlarning bilimga chanqoqligi, izlanishi va yuksak orzulari taraqqiyotning mustahkam poydevorini yaratadi. Bugun O'zbekiston yoshlari ilm-fan, sport, madaniyat va innovatsiyalar sohasida ulkan marralarni zabt etmoqda. Ular xalqaro maydonlarda vatanimiz bayrog'ini baland ko'tarib, yurtimiz sha'nini munosib himoya qilmoqda. Iste'dod bu faqat tug'ma qobiliyat emas, balki tinimsiz mehnat, sabr va o'z ustida izlanish natijasidir. Har bir erishilgan yutuq ortida katta mas'uliyat, qat'iyat va fidoyilik mujassam. Biz kelajak bunyodkorlarimiz. Har birimiz bilim olish, ezgu maqsadlar sari intilish va vatan ravnaqi uchun xizmat qilish orqali yurtimiz taraqqiyotiga o'z hissamizni qo'sha olamiz. Yurtimizning ertangi kuni bugungi yoshlar qo'lida. Shunday ekan, bilimni qurol, mehnatni esa hayot mezoni deb bilaylik. Chunki iste'dodli yoshlar yurtimizning ishonchi, g'ururi va eng katta faxridir.